Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi, bardam baquvvatmisiz? Bugun shu aka-ukalarimiz tarafidan nima bo'lib turibdi-da, bir oylik jo'jalarni videoga qo'yganman Telegram orqali ham. Xullas kalom tanlash qiyin bo'lib turibdi, Farhod aka. Yaxshilab bitta tushirib nima qiling degan nimalar bo'ldi-da, kommentariyalar, telefon qo'ng'iroqlari ham xullas kalamda. Endi aka-ukalar, jo'jalar keng yer yuribdi. Tutib bitta nima qilish вообще problema-da. Bittasini tutaman desang, jo'jalar juda ham chaqqon. Changib ketadi-da, вообще bezor bo'lganman. Shuning uchun hozir bitta video qilib olaman. Xullas nima qilib olamiz. Shu so'raganlar uchun tanlash qiyin bo'lyapti degan akalar uchun-da bu. Endi men hozir buni bitta tutib, bu yer kattaroq yerda bu changib ketadi. Buni tutib bitta ko'rsatish menda imkoniyatim yo'q buni. Mana aka-ukalar hammasini ko'rsataman. Shuni yaqinga tushirib, rasmga olib, belgi qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Kattalashtirib, agar bilmaydigan odam bo'lsa, biladigan odamga masalan rasmga olib, yaqinlashtirib, belgi qo'yib nima qilsangiz bo'ladi. Ha, aka-ukalar. Tanlab olishingiz mumkin. Endi bu zilyonka nima degani? Bu zilyonkalar, mana bu qora zilyonkalar Toshkentdagi hanjarga Cobra qo'shilgani. Mana bular Zalatskiy, mana bular Zalatskiy Shamo, bular nimadan Sirdaryodan kelgan 4 tami 5 ta. Bu zilyonkalar sotilmaydi aka-ukalar. Sotiladigan bez zilyonkalar sotiladi hammasi. Ko'p bo'lib turibdi-da, masalan, YouTube tarmog'ida ham shu ko'rsating yaxshilab tanlash qiyin bo'lyapti degan nima bo'lib turibdi-da, aka-ukalar. Bitta tutib nima qilishinglar imkoniyati yo'q. Yaqinlashtirib ko'rsangiz bo'ladi, qanday xo'rozmi, makonmi, o'zingizni tanlaganingizni chiqarib yuboraman aka-ukalar. Aprelda oxiri, mayda boshi, mayda o'rtasi har xili chiqqan. Bu yerda yoshi bir xil emas. O'ylaman kichiklari rivojlanmay qolgan, unda yo'q. Bu yerda yoshida razisa bor aka-ukalar. Katta kichikli.